ikki yashar xalq dushmanlari degan she'ri bor ichida. O'sha xalq xoinlarini qamashganda bitta joydan manbog'iga 2 yoshdan 18 yoshgacha bolalarni ham ushlab turadigan joyi bo'lganda, 2 yashar xalq dushmanlari degan she'ri bor. Oxirida 3 ga kiradimi Xudo biladi, 2 yashar xalq dushmanlari deb tugatgan. Men o'sha she'riy asarni o'qib turib, o'sha qatag'on davrini his qilganman. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Hozir birgalikda ustozimiz Xayrulla Hamidov ta'kidlagan 2 yashar xalq dushmanlari she'rini o'qiymiz. Qushlar ham uyqudan uyg'onmay hali, jovdirab bir safga tizilar bari, mudrab yo'lga tushar tergovchi sari 2 yashar xalq dushmanlari. Ularning gapi yo'q bo'rsildoqlarda, ularning xayoli o'yinchoqlarda, o'xshaydi qorako'l qo'zichoqlarga 2 yashar xalq dushmanlari. Qo'lchalarini qo'yib oyoqchasiga, o'ltirar kelishgandek bog'chasiga, mo'ltirar tergovchi tayoqchasiga 2 yashar xalq dushmanlari. Tergovchi ham aslida kimgadir ota, tergovchida juda tajriba katta, yo'q aybiga iqror bo'lar albatta 2 yashar xalq dushmanlari. Yo'q aybiga iqror bo'lar hammasi, elning suyuk bolalarin bolasi, elning buyuk bolalarin bolasi 2 yashar xalq dushmanlari. Qushlar uyqusidan uyg'onmay hali, jovdirab bir safga tizilar bari, mudrab yo'lga tushar tergovchi sari 2 yashar xalq dushmanlari.